qizlarni bunaqa g'iybatchi deb o'ylamagandim. Hammasi Shodiyanikida yakshanba kuni neyrografika chizamiz deb boshlandi, lekin shunga qo'shib qurtoba ham pishirmoqchi bo'ldik. Plus, men kosmetika sotganligim uchun qizlarga yoqadigan narsalarni olib keldim. Bir xillarni podarkaga, bir xillarni sotishga. Shodiyaning esiga, qassobning nevaraligi esiga tushib, hamma pichoqlarni taxlab berdi. Shu bilan achichuvlarni qilishni boshladik. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Go'shtlarni qovurib, chiroyli qilib qovurib, lekin sal kuydirib yubordik ham. Plus hammasi Shodiga qolib ketmasin deb biz Aziya bilan idish-tovoqlarni yuvib qo'ydik. Salatlar, qatlamalar hammasini tayyor qilgandan keyin qurtoba ketma-ket yig'ishni boshladik. Birinchi qatlamalar, undan keyin achichuv, undan keyin o'zini qurtob suzmasi, undan keyin chiroyli qilib qovurilgan go'shtlar. Ovqatimiz hali tayyor bo'lmasdan ishtahalarimiz shundan qochilib ketdi. Uni ustidan issiqqina saryoni eritib qo'yib yuborsanglar qizlar, shunaqa mazza narsa ekan. Yoqimli ishtaha deb endi g'iybat qilamiz dedik. Qattiq g'iybatga vaqt qolmadi, o'zimiz haqimizda gaplashdik. Yeb ichib bo'lganimizdan keyin Shodiga qarash voraylik deb narsalarni yig'ishtirmoqchi edik, lekin hamma narsasini yangi ko'chganligi uchun kiyib ko'rdik, ishlatib ko'rdik, o'zimizga keraklarni sekingina olib ketib yordik.